Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va qadrdon do'stlar. Bugungi videomiz har biringiz uchun, ayniqsa nafaqa yoshiga yaqinlashganlar va hozirda nafaqada bo'lganlar uchun nihoyatda muhim bo'lgan mavzuni ko'taradi. Agar siz nafaqangiz kelajagi haqida o'ylayotgan bo'lsangiz yoki hozirda nafaqa olayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumotlarni diqqat bilan tinglashingiz shart. Kelajakda nafaqa tizimida yuz beradigan fundamental o'zgarishlar sizning moliyaviy ahvolingizga qanday ta'sir qilishini bilib olishingiz kerak. Kimga solidli summa qo'shiladi va kimlar nafaqasiz? Deyarli hech narsasiz qolishi mumkinligini batafsil tushuntiraman. Bu ma'lumotlar hayotingizdagi muhim qarorlarga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun hoziroq videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya, siz esa muhim yangiliklardan doimo xabardor bo'lasiz. Keling, avvalo pensiya tizimi qanday ishlaganligini va hozir nimalar o'zgarayotganini tushunib olaylik. Oldinlari O'zbekistonda nafaqa tizimi asosan ish stajiga, ya'ni xizmat muddatiga va maoshning ma'lum bir davrdagi o'rtacha ko'rsatkichiga asoslangan edi. Siz qancha yil ishlagan bo'lsangiz, shuncha ko'p staj to'plaganingiz hisoblanardi. Masalan, 20-25 yil staj yegan har qanday odam ma'lum bir bazaviy nafaqaga ega bo'lardi. Uning ustiga esa maoshdan kelib chiqqan holda qo'shimchalar hisoblanardi. Bu tizimda asosiy e'tibor ish stajining davomiyligiga qaratilar edi. To'langan ijtimoiy ajratmalarning miqdori esa ikkinchi darajali ahamiyat kasb etardi. Ya'ni yuqori maosh olgan odam ham, o'rtacha maosh olgan odam ham staji bir xil bo'lsa, nafaqada katta farq sezilmasligi mumkin edi. Bu ba'zi hollarda ko'proq soliq to'lagan va shuning uchun nafaqa jamg'armasiga ko'proq hissa qo'shgan fuqarolar uchun adolatsizlikdek tuyulardi. Tizim qanchalik oson va tushunarli bo'lmasin, uning barqarorligi va adolatliligi borasida savollar paydo bo'la boshladi. Chunki iqtisodiyot rivojlanib, mehnat bozoridagi munosabatlar o'zgargani sari eski tizimning kamchiliklari yuzaga chiqdi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgaryapti. So'nggi yillarda qabul qilingan qonun va qarorlar, xususan fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlar nafaqa tizimida yangi davrni boshlab berdi. Hozirgi kunda nafaqa miqdorini aniqlashda asosiy omil bu sizning ish stajingiz davomiyligi bilan birga har bir fuqaroning pensiya jamg'armasiga to'lagan ijtimoiy soliq ajratmalarining miqdori va muntazamligi hisoblanadi. Bu degani, endi sizning stajingiz borligi bilan birga o'sha staj davomida pensiya jamg'armasiga qancha pul tushirganingiz hal qiluvchi ahamiyatga ega. Davlatning maqsadi nafaqa tizimini yanada adolatli, shaffof va barqaror qilish. Ya'ni kim qancha hissa qo'shgan bo'lsa, o'sha miqdorda munosib nafaqa olishini ta'minlash. Bu o'zgarish norasmiy ishlaganlar yoki minimal soliq to'laganlar uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, rasmiy sektorda uzoq muddat yuqori maosh bilan ishlagan fuqarolar uchun esa katta imkoniyatlar ochadi. Ushbu o'zgarishning asosiy sababi pensiya jamg'armasining barqarorligini ta'minlash va kelajak avlodlarning nafaqa ta'minotini kafolatlashdir. Har bir hissa hisobga olinadi va bu sizning kelajakdagi nafaqangizning asosini tashkil etadi. Keling, ushbu o'zgarishlar kimga foyda keltiradi va kimga zarar keltirishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi asosiy qism: kimga solidli summa qo'shiladi va kimlar qiyin ahvolga tushishi mumkin? Kimga solidli summa qo'shiladi? Birinchidan, uzoq muddat uzluksiz rasmiy ish stajiga ega bo'lgan va muntazam ravishda yuqori ijtimoiy soliq to'lovlarini amalga oshirgan fuqarolarga, ya'ni ular ish staji davomida qancha ko'p va qancha yuqori maosh olgan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga shuncha ko'p mablag' o'tkazgan hisoblanadi. Bu esa ularning nafaqasini sezilarli darajada oshiradi. Misol, bir Ahmad aka 6 yoshda. U umrining yardim yilini bir necha yirik davlat korxonalarida muhandis va keyinchalik rahbar lavozimlarida ishlagan. U doimo rasmiy ravishda yuqori maosh olib ishlagan va barcha ijtimoiy soliq ajratmalari muntazam ravishda pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan. Hatto erta yillarda uning maoshi nisbatan past bo'lsa-da, keyingi 20-25 yil davomida u sezilarli darajada yuqori daromadga ega bo'lgan. Eski tizim bo'yicha Ahmad aka oyga taxminan 2.800.000 so'm atrofida nafaqa olar edi. Yangi tizimga ko'ra uning to'plagan pensiya ballari va pensiya jamg'armasiga to'lagan ajratmalarining umumiy summasi hisobga olinganda uning nafaqasi 1.500.000 so'mdan oshishi kutilmoqda. Bu deyarli 2 barobar ko'proq demakdir. Ahmad akaning nafaqasi oshishining asosiy sabablari: birinchidan,
uzoq yillik rasmiy stajning uzluksizligi. Ikkinchidan, ayniqsa faol ish yillari davomida yuqori maosh olish tufayli to'langan katta miqdordagi ijtimoiy soliqlar. Uchinchidan, bu ajratmalar muntazam va o'z vaqtida amalga oshirilganligi. Yangi qonunchilikda ushbu hissa miqdorlar nafaqa hisoblashda asosiy omil sifatida ko'riladi. Misol 2. Dilbar opa 58 yoshda. U 35 yil davomida o'qituvchi bo'lib ishlagan. Uning maoshi Ahmad akanikidek yuqori bo'lmagan, lekin o'rtacha darajada barqaror bo'lgan. Dilbar opa ham doimo rasmiy ravishda ishlagan va barcha ajratmalar to'langan. Eski tizim bo'yicha u taxminan 20 million 900 ming so'm nafaqa olishi kerak edi. Yangi tizimga ko'ra uning nafaqasi 2 million 500 ming so'mga yetishi mumkin. Uning nafaqasi nisbatan kamroq oshsa-da, baribir sezilarli darajada yaxshilanishini anglatadi. Buning sababi ham xuddi Ahmad akaning misolidek uzoq va muntazam rasmiy stajga ega ekanligi hamda pensiya jamg'armasiga o'rtacha, lekin barqaror ajratmalar qilib borganligidadir. Uning nafaqasi miqdori asosan uzoq yillar davomida to'plangan ish haqining sug'urta qilingan qismi bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Kim hech narsasiz qolishi mumkin. Bu ibora biroz qattiq yangrashi mumkin. Lekin amalda shu holatga yaqin vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Bu yerda asosan nafaqaning kontributiv hissa qo'shishga asoslangan qismidan mahrum bo'lish nazarda tutiladi. Ya'ni ular faqatgina eng minimal ijtimoiy nafaqa bilan cheklanishlari mumkin. Bu esa pensiya jamg'armasiga hissa qo'shganlarnikidan sezilarli darajada kam bo'ladi. Misol 3 Botir aka 62 yoshda. Uning rasmiy ish staji atiga 10 yilni tashkil qiladi. Qolgan 25 yil davomida u bozorlarda savdo-sotiq bilan shug'ullangan, xususiy ustachilik qilgan. Lekin hech qachon yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan va pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda ijtimoiy soliq to'lovlarini amalga oshirmagan. Hatto ba'zi davrlarda ishlagan bo'lsa ham, u norasmiy ravishda qo'lga ishlagan. Eski tizim bo'yicha ham Botir aka minimal nafaqa olishi mumkin edi. Chunki uning staji yetarli emas edi. Yangi tizimda esa uning holati yanada og'irlashadi. Uning pensiya jamg'armasiga deyarli hech qanday hissa qo'shmaganligi sababli u davlat tomonidan beriladigan eng kam yoshga doir ijtimoiy nafaqa bilan cheklanib qoladi. Bu esa tirikchilik uchun juda oz miqdor bo'lib, nafaqa tizimiga muntazam hissa qo'shgan fuqarolarning nafaqasidan bir necha barobar kamdir. Botir akaning ahvoli, shuningdek, nafaqat norasmiy ishlaganligi, balki rasmiy tarzda o'z faoliyatini ro'yxatdan o'tkazib, ijtimoiy soliq to'lovlarini amalga oshirish imkoniyatidan foydalanmaganligi bilan ham bog'liq. Misol 4. Gulnora opa 79 yoshda. U turmushga chiqqandan so'ng bolalarni tarbiyalash va uy ishlari bilan shug'ullangan. Hech qachon rasmiy ish joyida ishlamagan. Uning umuman ish staji yo'q. Eski tizimda ham u faqat ijtimoiy nafaqa olishi mumkin edi. Yangi tizimda ham uning holati o'zgarmaydi. Agar u ilgari ishlamagan va pensiya jamg'armasiga hech qanday ajratma qilmagan bo'lsa, u faqatgina davlat tomonidan belgilangan yoshga doir ijtimoiy nafaqani olishga haqli bo'ladi. Bu ham Botir akanikiga o'xshash. Juda minimal miqdordagi yordamdir. Uning nafaqasi asosan o'zining shaxsiy ijtimoiy hissalari yo'qligi sababli boshqa turdagi nafaqalardan sezilarli darajada farq qiladi. Bu kabi holatlarda nafaqaga chiqishdan oldin hech bo'lmaganda bir necha yil rasmiy ishga joylashish yoki ixtiyoriy ijtimoiy sug'urta to'lovlarini amalga oshirish imkoniyatlarini ko'rib chiqish juda muhimdir. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, qaltis nuqtalar va noaniq jihatlar. Bu yangi tizimda ba'zi istisnolar va noaniq jihatlar ham mavjud. Ularni bilish sizni kelajakdagi kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi. Istisnolar 1. Nogironlik nafaqasi. Nogironligi bo'lgan fuqarolar uchun nafaqa hisoblashda o'ziga xos qoidalar mavjud. Ular ko'pincha ish stajidan qat'i nazar aniq bir guruhga mansublik asosida nafaqa olish huquqiga ega bo'ladilar. To'langan ajratmalardan ko'ra ko'proq ijtimoiy himoya tamoyiliga asoslanadi. Ularning miqdori belgilangan minimal darajadan kam bo'lmaydi va har yili indikatsiyalanadi. 2. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi. Oila a'zosini yo'qotgan shaxslar uchun mo'ljallangan bu nafaqa ham alohida tartibda hisoblanadi. Unda marhumning ish staji va to'lagan ajratmalari asos qilib olinadi. Lekin nafaqaning miqdori tirik qolgan oila a'zolarining soni va ularning yoshiga qarab o'zgarishi mumkin. 3. Minimum pensiyalar. Hatto juda kam stajga ega bo'lganlar yoki umuman staji bo'lmaganlar uchun ham davlat tomonidan kafolatlangan minimal ijtimoiy nafaqa mavjud. Bu nafaqa garchi pensiya jamg'armasiga hissa qo'shganlarnikidan ancha kam bo'lsa-da,
fuqarolarning eng kam turmush darajasini ta'minlashga qaratilgan. Bu minimal nafaqa har yili inflyatsiya darajasiga qarab qayta ko'rib chiqiladi va oshiriladi. Qaltis nuqtalar 1. Noto'g'ri qayd etilgan mehnat staji ko'plab fuqarolar. Ayniqsa eski mehnat daftarshalari bilan ishlaganlar stajlarda xato yoki noaniqliklarga duch kelishadi. Mehnat daftarchasiga noto'g'ri yozib tushishi, sana yoki lavozimning noto'g'ri ko'rsatilishi kelajakda nafaqa hisoblashda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu xatolarni o'z vaqtida tuzatish juda muhim. 2. Hujjatlarning yo'qolishi, arxiv ma'lumotlarining yo'qolishi. Tashkilotning tugatilgani sababli maosh to'g'risidagi ma'lumotlarning mavjud emasligi ham muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa, eski davrlardagi ma'lumotlarni qayta tiklash juda qiyin jarayon bo'lishi mumkin. O'chi chet elda ishlaganlar. Chet elda ishlagan va O'zbekiston pensiya jamg'armasiga hech qanday ajratma qilmagan fuqarolar uchun bu masala juda dolzarb. Ularning chet eldagi staji agar O'zbekiston bilan tegishli xalqaro shartnomalar mavjud bo'lmasa, hisobga olinmasligi mumkin. Bu esa ularni Botir aka kabi holatga tushirishi mumkin. Biroq so'nggi yillarda ayrim davlatlar bilan pensiya masalasida kelishuvlar imzolash ishlari olib borilmoqda. Noaniq jihatlar va nuanslar. Ixtiyoriy ijtimoiy sug'urta. Hozirda rasmiy ish joyiga ega bo'lmagan, lekin kelajakda nafaqa olishni istagan fuqarolar uchun ixtiyoriy ijtimoiy sug'urta tizimi mavjud. Bu tizim orqali fuqarolar o'z xohishlariga ko'ra pensiya jamg'armasiga muntazam to'lovlarni amalga oshirib, o'z stajlarini shakllantirishlari va kelajakdagi nafaqalarini oshirishlari mumkin. Bu masalan uy bekorlari yoki xorijda norasmiy ishlaganlar uchun juda qulay imkoniyat. 2. Inflyatsiya ta'siri. Nafaqa miqdori inflyatsiya ta'sirida o'zgarib turadi. Davlat pensiyalar va ijtimoiy nafaqalarni muntazam ravishda indeksatsiyalashtirib boradi. Lekin bu inflyatsiyaning to'liq ta'sirini har doim ham qoplay olmasligi mumkin. Shuning uchun kelajakdagi nafaqa miqdorini prognoz qilishda inflyatsiya darajasini hisobga olish muhimdir. Ish staji va sug'urta staji orasidagi farq. Bu juda muhim nuans. Ish staji deganda odatda umumiy ish faoliyati davomiyligi tushuniladi. Sug'urta staji esa aynan pensiya jamg'armasiga ijtimoiy ajratmalar to'langan davrlarni anglatadi. Yangi tizimda aynan sug'urta stajiga va to'langan ajratmalar miqdoriga asosli e'tibor qaratiladi. Shuning uchun sizning ish stajingiz uzun bo'lsa-da, agar uning katta qismida pensiya jamg'armasiga hissa qo'shilmagan bo'lsa, bu nafaqangizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? 1. O'z mehnat stajingizni va pensiya jamg'armasiga to'lovlaringizni tekshiring. Bu birinchi va eng muhim qadam. Hozirda siz o'zingizning shaxsiy pensiya hisobingiz holatini bemalol tekshirishingiz mumkin. Buning uchun siz Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.poyko.uz orqali yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilib, o'zingizning shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'ingiz holati to'g'risida ma'lumotni olishingiz mumkin. Ushbu ma'lumotnomada sizning barcha ish joylaringiz, ishlagan davrlaringiz, to'langan ijtimoiy soliq ajratmalari miqdori batafsil aks etadi. Bu ma'lumotnomani diqqat bilan o'rganing. Unda ko'rsatilgan ma'lumotlar mehnat daftarchangizdagi yozuvlarga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir nomuvofiqliklar, xatolar yoki yetishmayotgan davrlar bo'lsa, zudlik bilan harakatni boshlashingiz kerak. Sababi noto'g'ri yoki yetishmayotgan har bir oy kelajakdagi nafaqangiz miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. 2. Barcha zaruriy hujjatlarni to'plang va tartibga keltiring. Mehnat daftarchasi, diplomlar, nikoh guvohnomalari, agar familiya o'zgargan bo'lsa, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, ayniqsa bolani parvarishlash davri uchun kabi hujjatlar sizning stajingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatlardir. Agar eski ish joylaringizda ma'lumotlar yo'q bo'lsa, korxonalarning arxivlaridan ma'lumotnomalar olishga harakat qiling. Tashkilot tugatilgan bo'lsa, davlat arxivlariga murojaat qiling. Maosh haqidagi ma'lumotnomalar ayniqsa muhim. Pensiya hisoblashda maoshning miqdori hal qiluvchi rol o'ynaganligi sababli bu hujjatlarni to'plashga alohida e'tibor bering. Barcha hujjatlarning nusxalarini saqlab qo'ying. Aslini esa faqat rasmiy talab qilingan hollarda taqdim eting. Hujjatlarning yig'ilishi qanchalik to'liq bo'lsa, nafaqa tayinlash jarayoni shunchalik oson va tez kechadi. 3. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari va yuristlar bilan maslahatlashing. Agar sizda pensiya masalasida savollar, xususan stajdagi nomuvofiqliklar, yetishmayotgan ma'lumotlar yoki hisob-kitoblar bo'yicha tushunmovchiliklar bo'lsa,
pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga borib, mutaxassislar bilan yuzma-yuz maslahatlashing. Ular sizning holatingizni chuqur o'rganib chiqishlari va to'g'ri yo'l ko'rsatishlari mumkin. Agar masala murakkab bo'lsa, masalan, sud orqali stajni tiklash zarurati tug'ilsa, pensiya qonunchiligi bo'yicha ixtisoslashgan yuristlarning yordamidan foydalaning. Ba'zida to'g'ri berilgan maslahat kelajakda katta miqdordagi yo'qotishlarning oldini olishi mumkin. Yuristlar sizga qaysi hujjatlar kerakligini, ularni qayerdan olish kerakligini va qanday qilib da'vo arizasini to'g'ri tuzishni tushuntirib berishadi. 4. Muntazam ravishda ijtimoiy soliq to'lovlarini amalga oshirishni ta'minlang. Agar siz hozirda norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz yoki umuman ishlamayotgan bo'lsangiz, lekin kelajakda munosib nafaqa olishni istasangiz, zudlik bilan rasmiy ishga joylashish yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tib, pensiya jamg'armasiga ixtiyoriy ijtimoiy sug'urta to'lovlarini amalga oshirishni boshlang. Har bir to'langan so'm sizning kelajakdagi nafaqangizga qo'shilgan hissa ekanligini unutmang. Bu sizning pensiya kapitalingizni shakllantiradi va u qancha katta bo'lsa, kelajakdagi nafaqangiz ham shuncha yuqori bo'ladi. Agar sizda bir necha yil yetishmayotgan staj bo'lsa, amaldagi qonunchilikda ushbu davrlar uchun to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatlari ham mavjudligini o'rganing. Bu staj sotib olish deb ataladigan jarayon bo'lib, uzoq muddatda sizga foyda keltirishi mumkin. Bugungi videoda aytilgan har bir ma'lumot sizning kelajagingiz uchun foydavor hisoblanadi. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar har birimizga bevosita ta'sir qiladi va bu o'zgarishlarga tayyor turish, xabardor bo'lish juda muhimdir. Pastga qarab o'tirib, nima bo'lsa bo'lar deb kutish noto'g'ri qaror bo'ladi. Aksincha, faol bo'ling, o'zingizning huquqlaringizni biling va ulardan foydalaning. O'z vaqtida qilingan kichik harakatlar kelajakda katta moddiy farovonlikni ta'minlashga yordam berishi mumkin. Umid qilamanki, bu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi va sizni o'z pensiya kelajagingiz haqida jiddiy o'ylashga undadi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshdan kechirgan shaxsiy tajribalaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va kelajagingizga befarq bo'lmang. Ko'rishguncha.